Yo bolalar, sizlar yana bugun bugungi videomizda albatta o'tgan safargi dinozavrlar olamining ikkinchi qismini olamiz. Endi bolalar, sizlarga shu maslahatman 5 ta ham bo'lyapman. Like va podpiskalaringiz uchun barchangizga rahmat. Agar meni Mehroj uz kanalidan ovozimni eshitib ko'rgan bo'lsanglar, u bolaga ham like tugmasini bosib qo'ying. U ham uning istagi 10 ta bo'lib men bilan qo'shilishib mana shunaqa bosslar jang qildirib o'ynaymiz. Shuning uchun bolalar hoziroq like va podpiskaga bosib qo'ying. Unda biz videoning ikkinchi qismini boshladik. Qani bolalar, bugungi videomizda 3 ta vizir bilan vardanimiz jang ko'radi. Albatta bu juda ham qiyin ish. Vardanimizga shu ish topshirildi. Nega ikkita vizirni bittasini o'ldirdi dedingizlarmi? Nega desa, o'tgan safargi videom yo'qolib qolibdi-da. O'chib ketibdi Minecraft'da. Shuning uchun men hozir yappa-yangisini olib endi quryapman. Qani go. Yibi. Nima bo'ldi? Voy, tuzatma yapıyor. Hop, mana tuzatdi. Bu ham tuzatdi. Bunga nima bo'lgan? Mayli. Boshqani tuzatamiz. Bak. Sizlardan bilan jang qilaveradi. Xo'sh. Tez. Mana. Qapcha bir. Oy, o't bu yoqdan. Sen hozir qayta tirilishga jo'natilishing mumkin. Bu jahon jangi. Bu endi nima qilib yursam bo'pti. Vardini yonini olib bilolmasang, ularga bo'ying yetmasa. Voy, qo'yib ketdi. Mana. Voy, pizdes. Voy. Suvga emas bolalar, suvga emas. Mana. 2 ga 1 chiqyaptilar bunga. Ushlanchi suv jang qilmayapti bolalar. 2 ga 1. Zarar yo'q. Bittasini joni yo'qotdi. Mana shu yerga yo'qotdi. Vardin suvga tushdi. Endi ozgina qiyinchilik oladi Vardin. Endi bilasan quryapmi? Ko'rsalar senga ham yomon, menga ham. Yetkazsang agar men qanaqa video chiqarsam deyapman. Bilmayapman. Sen yetkazmasam hali. Xudo ko'rsa. Do'sting qani? Ya bitta yuzimiz yo'qoldi mana. Mayli. Albatta bolalar. Hozir mana shu vizirimiz ham qo'yib ketsam 10 ta golim bilan bitta vardini jang qilib. Sizcha qaysi bir yutadi? Ko'ramiz videoning oxirida. Xo'sh. Qonli jang. Tepaga chiqish kerak edi Vardin tepaga chiqish uchun hech nima yo'qmadi. Buni ko'tarib bilmayman mana. Bakalım. Vardin bosh. Suvning tagida narsalar bor ekan, mayli. Xo'sh. Unaqa narsalarga chalg'imiz. Voy, mana endi Vardin. Chiq. Voy, bля. Pиздец pastga ketyapsan. Voy, bля. Tepaga chiq. Voy, bля bola. Vizirimizga nima bo'ldi endi vizirimiz qani? Shu yerda qamalmoqchimiz endi. Bir umrga qamalaman deyapmisan, masa o'zim o'ldiraman. Xo'sh. Yarimcha joning bor. Bu jon bilan sen 5 minut ham yasholmaysan. Mana. Xo'sh. Voy, bля bola, mat bu yerdan yo'qolib ketmasan hozir.
Hoş tepeye tez. Hoş. Çıkış geri. Çık oldu. Vizir'in diğer araç koşup oldu. Daha bir şey varmış. Tez. Ama iki tez. Vizir'imiz koşarken üçüncü bu adam açacağını bitti oluyor. Cenk'lik var. Uy bu. Tekiden çıktı da. Uzun kokamaz sana bugün. Vardım mı? Öldürün. Canavar bir şey yokken uçurum diye. Vardın alamın uzun alamazsan da ma. Halı vardım man gerek mati vuradı. Yetkinme. Seninki bok dost gereği miydim? Vallahi vardan yuttu. Hoş böyle kamette kütük alanısı vardı mı yok ki. Vizir. Hoş indi albatta. Yaxşıdık mı biratam? Mayli. İnlememiz. Kaninde orada geliyorum. Bitti. Vardın can. Kanı goç ettim. Kanı gopolle. Ana can kanki. İşte vardı. Ana vardım karanlıkta. Karanlık. Oh. Vay bile. Vay saypal vay. İbi. Orada dostur oğlum. Baba sağ ol. Al. Vay bile yutkazdı. Vay bile. Vardım bahçesini tuttu. Hoşunda böyle hayır sağ selamet yürüyle. Abone ayağımı basıyla kanalımda böyle. Hamıya rahmat videomuz tamam. Yok ama like подписки.